Assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib borayotgan qadrdon aka-ukalar, yaxshimisizlar? Musofirda yurganlar, uzoqdan turib zakaz qilayotganlar, onlayn gaplashayotgan qadrdon akalarim, yaxshimisizlar? Xo'p. Kuzatishlaring davomida ya'ni kommentariyalarda o'qib boraman ko'pincha Rossiyadan yoki boshqa joylardan yozishadi. Albatta hammaning o'z fikri bor. Xohlagan yozishga haqqi bor. Inshaalloh bizning kamchiliklarimiz ham bor akalar. Kamchiliklarimizni yuzimizga solayotganlaring uchun ham rahmat. Qo'llab-quvvatlayotganlar uchun ham rahmat. Salomat bo'linglar. Bugungi yukimiz ya'ni xo'p, holdan toyganim uchun ayta olmayapman. To'g'risini aytganda, o'zi boshqacha chiqish kerak edi. Ya'ni anjarliklar keldi deb boshlashim kerak edi. Qo'yinki Andijonda marhamatidan akalarimiz zakaz qilib ketishgan apalapkalar tayyor bo'lgan edi. Ya'ni bu yerda hozir 4 komplekt, 3 komplekt 50lik apalapka va 1 komplekt 40lik yangilikdan 28likdan chiroyli holatda orqalariga profillarni qo'yib komplekt qilib berdik. Bundan tashqari ikkita rolli mishalkamizni akamiz maxsus o'zlari uchun zakaz bundan qilganimiz yo'q. To'g'ri, ko'pchilik so'rayapti. Rollini faqat zakazga qilib beryapmiz, ya'ni qimmatroq chiqyapti akalar. Xo'p, 2 komplekt sesma apalapka va ikkita arava bonusga emas, buni alohida sotib oldik. Mana shu bonuslarsiz gaplashdik akamiz bilan. 50 apalapkalarimizga bonus yo'q, akalar 60 76 apalapkalarimizga bonus bor. Bu yerda mana qo'shimcha listlari va sesmani o'qlari, mana bu yerda 40lik va 50lik apalapkamizning o'qlari 4 komplekt. Xudo xolasa pastga tushib, men o'zim ko'rsatay mana. Yangi listdan ancha-muncha qilib taklab 1,5-2 metrlik, 1 metrlik qilib chiroyli qilib taklab berdik. Xudo xolasa Andijonlik akamiz o'zlari kelishgan. Xo'p, bizda ishlar qizg'in davom etmoqda. Bu yerda listlarimiz tushiryapmiz. Kunora qo'yinki mana apalapkalarimiz tiklanib yotibdi. Ya'ni egalariga, ya'ni zakazlar qilinyapti. Bu yerda astoydil bo'lib Samarqand, Surxondaryo va Qashqadaryo, Buxoro, Jondoriga akalarimiz ya'ni mishalkalarni yetkazib berishlik uchun harakatdamiz. Qo'yinki Kamin Abdurahmonov Shamsiddin, Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterim qishlog'idan sizlar uchun akalar ozmas harakatdamiz. Salomat bo'linglar inshaalloh. Duo qilinglar. Duo qilganlaring uchun shunchalik kuchayib ketdik. Yaxshilik ko'rsak. Salomat bo'ling.